Keldingmi bolajonim? Ha bolam tinch. Kerak menga oyim. Pul berib turing ona. Pul berib turing. Oyligim chiqsin albatta beraman-da. Maosh ham. Nimaga har doim shunaqa deb bahona qilasiz? Har kuni shu yerda mana shu loyga botib ishlaysiz. Eshitsa eshitsin. Shuncha mehnat qilasiz, mana shuni ishlatasiz. Nimaga pul bermaydi bular? Jon bolam. Qachon chiqadi maoshingiz? Bir hafta bor hali yana bir hafta bor jon bolam. Qayerdan? Bilmayman, qanaqa qilib topib berasiz men bilmayman. Tushundingizmi? Mayli, sen borib turgin. Hozir orqangdan. Sizdan so'ramasam kimdan so'rayman onajonim? Xo'p, yetib boraman. Tezroq faqat. Seni oldingda bir tilikman jon bolam. Oy, keldingizmi? Bir ovqat ham qilib ketmabsiz. Nonpa olib keldingizmi? Charchab Bitta o'g'lingizga shunaqa bir ovqat qilib, bundoq qarashni ham bilmaysiz. Hozir. Kiring tezroq. Ya Allah. Yolg'iz o'g'limga ham Allohim insof bergin. Ko'p qator meni o'g'limga ham qalbiga iymon bergin Allohim. Bolamni bilib bilmay qilgan gunohlarini kechirgin Allohim. Onaga ham shunaqa muomala qiladimi? Juda chiroyli gaplashaman. Undan ko'ra o'zing ishlasang bo'lmaydimi? Nima ish qilaman hozir? Kim menga ish tayyorlab turibdi? Men ukam pulingni ol. Unaqa ish qayerda bor eting o'zingiz? Sen ishlayman desang, men o'zim ish topib beraman senga, o'zim korxonamdan ish beraman. Bo'ldi, nima ish qilaman men endi? Ertaga borsang o'sha yerda hal qilamiz. Bo'ldi, aka. Qulluq bo'lsa, yaxshi kunlaringizga xizmat qilsin. Rahmat, sizlarga ham barakasini bersin. Rahmat. Mana hujjatlarga qo'l qo'yib berishingiz kerak edi. Oyi, men keldim. Oyi. Onajon. Yerdumaloq oshna, mayli yugur chop, mol dunyoni shoshma, mayli qoplab top. Yuragingni qiynar ekan istirob, nimaga, nima uchun, nega deysan, onajoningni topolmaysan.